No entry from there. I will give. Angliyaning Islomobod shahridagi muborak masjidida bugun gavjum kun. Kapitan Amin odatiy qo'riqchilik navbatida xizmat qilmoqda. Marokash armiyasidagi yosh ofitser bo'lib, u juda tez yuqori lavozimlarga ko'tarilayotgan edi. To Ahmadiyatni kashf etib, iymoni uchun hamma narsani orqada qoldirmaguncha. Endi uning hikoyasi ilk bor omma oldida bayon qilinmoqda. Kapitan Amin dindor, sunniy so'fiy musulmonlar oilasidan kelib chiqqan. Uning hikoyasi ancha ilgariroq, taxminan 75 yil avval boshlanadi. O'sha paytda vafot etishga oz qolganda uning bobokaloni avliyo inson Alloh tomonidan dunyo tarixidagi ulug'vor bir voqea haqida xabardor qilingan. Otamning bobosida bir zoviya bor edi. Bir madrasaga o'xshash joy. Sufizmda bunday joyni zoviya deymiz, ya'ni madrasa kabi. Ko'p odamlar uning duosini so'rash, yo'l yo'riq qolish va ilm olish uchun kelardi. Shunga qaramay uning ko'p farzandi va nevaralari bo'lsa ham, u mening otamni tanlab, unga shu masjidga bor va azon ayt, dedi. Va agar kimdir seni to'xtatishga urinsa, chunki azon vaqti bo'lmagani uchun, bu ertalab payti edi. Ularga shunchaki shunday degin. Musoaba. Bu Marokash tilidagi ibora bo'lib, ma'nosi shuki, davrning imomi keldi. Oxir zamonda kelishi lozim bo'lgan imom keldi. Ikki avlod o'tgach, hali tug'ilmagan kapitan Amin Alloh tomonidan va'da qilingan Masihni qabul qilishga hidoyat qilinadi va iymoni tufayli harbiy sud hamda qamoq jazosiga yuz tutadi. अल्लाह दे दर ते प्या सर को झुकेनी अल्लाह दे दर ते प्या सर को झुकेनी रानी तेरे उते Marokash Afrikaning shimolida, Atlantika okeani bo'yida joylashgan jonli mamlakatdir. Aholisi 37 million bo'lib, marokashliklarning 99% sunniy musulmon. Mamlakatning rasmiy dini islom. Arab va musulmon dunyosining ko'p joylarida hokimiyatlar Ahmadiy musulmonlarni mavjud ruhoniylar qatlami va amaldagi tartib uchun tahdid deb hisoblaydi. Shuning uchun ularga o'z e'tiqodlarini ommaga yetkazish, hatto unga to'liq amal qilishga to'sqinlik qilinadi. Bizga toqat qilinadi, lekin bizga Ahmadiyatimizga ochiq amal qilishga ruxsat berilmaydi. Mamlakatda taxminan 800 nafar Ahmadiy bor. Ularning ko'pchiligi MTAni ko'rib, Ahmadiyatni qabul qilgan mahalliy marokashliklardir. Qonunga ko'ra bizga da'vat qilishga ruxsat berilmaydi. Marokashda bu nafaqat Ahmadiylarga, balki barcha ozchiliklarga ham ruxsat etilmaydi. Marokash armiyasida front chizig'ida xizmat qilayotgan paytda 3 nafar amaldor va'da qilingan Masihning kelgani haqida eshitadi. Ularning hayot yo'llari birlashadi va tez orada ular Ahmadiyatni qabul qiladi. Darhol e'tiqodlari uchun hamma narsadan voz kechib. Ularning xavfsizligi haqidagi xavotirlar tufayli ushbu filmda ulardan ikkitasining ismi oshkor qilinmaydi. Shuning uchun biz ulardan faqat bittasining, Muhammad Amin Iroqiyning, kapitan Amin nomi bilan ham tanilgan shaxsning hayot yo'lini kuzatamiz. Kasablanka sohil shahrida tug'ilib o'sgan, kapitan Amin o'smirlik yoshidan beri bosqichma-bosqich Alloh tomonidan Ahmadiyatga yetaklab borilgan. Otam bizlarni hammamizni yig'ardi va bizga muqaddas payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan keyingi birinchi xilofat haqida so'zlab berardi. Ashoblarning hikoyalarini, ularning qurbonligini, Hazrat Muhammad sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatlari haqida va nega 5-xalifa yo'qligi haqidagi masala mening qalbimga juda chuqur ta'sir qilgandi. Menga 5-xalifa yo'qligi qattiq qayg'u berardi. Bir necha yil o'tgach, u hayotini o'zgartiruvchi bir tush ko'rdi. Men o'zimni muqaddas Ka'ba oldida turgan holda ko'rdim. Ko'p odamlar tavof qilardi va to'satdan bir kishi u katta kursida o'tirgan edi va kuchli yigitlar u kursini ko'tarib Ka'bada tavof qilayotgan edilar. Men o'sha yerda turganimcha bu insonning ulug'vorligidan
hayratga tushdim va shunchaki so'radim: "Bu odam kim?" Yonimdagi kimdir menga: "Bu payg'ambar, sening amaking Muhammad", dedi. Tushdan uyg'onganimdan keyin juda qo'rqib ketdim, chunki men bu tushdagi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam emasligini bilardim. Bu tushning ma'nosi bir oz keyinroq ancha ravshan bo'ladi. Universitetning oxirgi yilida u havo muhandisligi o'qigan paytda kapitan Amin yana bir tush ko'radi. Men ikki janob bilan birga turgan edim. Biz uchovimiz Marokash harbiy libosida edik va Marokash qiroli oldimizdan yurib kelib, shunchaki unvonlarimizni yechib olardi. Men armiyaga qo'shilishni o'ylamagan ham edim. Men hech qachon armiyaga kirishimni xayolimga ham keltirmagan edim. Mening katta orzuim Fransiyaga borib ta'limimni tugatish va havo muhandisligi sohasida ishlash edi. Lekin qandaydir sabablar, moliyaviy qiyinchiliklar va boshqa holatlar tufayli bu orzu amalga oshmadi. Ko'p o'tmay u Marokash qurolli kuchlarida xizmat qilish uchun nufuzli qurolli harbiy akademiyasiga kiradi. Qurollik akademiyasi ofitserlik maktablari orasida dunyodagi eng sharaflilardan biri edi. Shuning uchun o'sha paytda bu katta sharaf hisoblanardi. Bu muhim muassasa edi. U vatanparvarlik, hurmat va sadoqat ramzi sifatida baholanardi. Jamiyat ularni juda yuqori baholardi. Hurmat qilardi va ularga yaxshi maosh to'lanardi. Marokashda bu yaxshi ish edi. Ta'lim davomida unga diniy tarbiyasiga to'g'ridan-to'g'ri zid keladigan qadriyatlar o'rgatiladi. Ular bizga "Sizlar Xudoning yarimsizlar" deyishardi. Buni qilmang, uni qilmang. Siz bunday yurishingiz kerak, doim chiroyli ko'rishingiz kerak. O'zingizga nisbatan bunday hurmatda bir oz kibr ham bo'ladi. Men shuni aytmoqchimanki, bu ichingizdagi paradoks. Bu sufiylik tarbiyasi bilan armiya tarbiyasi orasidagi qandaydir ziddiyat. Men har doim qaysi muhitdan kelib chiqqanimni unutmaslikka harakat qilardim. Qirollik akademiyasini 5 yilga yaqin vaqtdan keyin birinchi leytenant sifatida bitirgach, u to'g'ridan-to'g'ri g'arbiy sahrodagi urush zonasiga tayinlanadi. Mening qo'mondonligim ostida Marokash chegarasining 8 kilometri edi. 8 kilometr va 150 dan ortiq odam. Qirolning, ya'ni armiyaning oliy qo'mondonining o'zi tomonidan imzolangan qarorlar bilan ko'p narsa belgilanardi. Men bularni bizning vazifamiz qanchalik nozik ekanini ko'rsatish uchun aytyapman. Bu yerda xizmat qilayotganda uning bir hamkasbi bo'lgan yuqori lavozimli ofitser yaqin do'stga aylanadi va unga hamda yana bir askarga Ahmadiyatni tanishtira boshlaydi. Shunda ular Ahmadiyat haqida muhokama qilishni boshlaydi. Dastlab Ahmadiyatni targ'ib qilish qiyin edi, dedi u. Lekin u buni yashirincha o'ziga yaqin odamlar orqali amalga oshirardi. Va Amin unga yaqinlardan edi va u buni unga ulashish kerak edi. Albatta, bu oson emas edi. Qur'ondan juda ko'p tafsirlar keltirardi. Men shunchalar tingladimki, u aytgan hamma narsa ma'qul tuyulardi. Subhanalloh, hatto u bilan bahslashga ham ehtiyoj sezmasdim. Shunchaki u gapirishni davom ettirsin deb xohlardim. Bilasizmi, va'da qilingan Masih kelganini anglab yetganingizda buni o'zingizda saqlab tura olmaysiz. Siz bu haqda boshqalarga ham aytishingiz kerak. U menga Allohning, ulug' Allohning va Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning, shuningdek, u zotning zavjalari himoyasida chiqqan bir insonning videosini topgani haqida aytdi. Bu videoni tinglar ekanman. Dalillar va ilm meni hayratga soldi. Juda ko'p edi ilmi. Bir video sizni boshqa videoga olib kirardi. Hikoya ana shunday boshlangan edi. Shundan so'ng u bu odamlarning zamon imomi zohiri bo'lganiga ishonchlarini bilib qoldi. Ma'lum bo'lishicha, bu jamoa 125 yildan ortiq vaqtdan beri faoliyat yuritib kelar ekan. U bir soatda juda katta ilm menga berdi. Men uning o'zi ham bu narsalarga ancha ishonishini ko'rdim. U menga bir she'rning audio yozuvini berdi va "Tinglab ko'r, men seni she'riyatni yaxshi ko'rishingni bilaman", dedi. U meni chindan ham lol qoldirdi. U musulmon dunyosidagi, balki butun dunyodagi vaziyatni tasvirlab berardi. U 7-8 daqiqa davom etgan edi. إلى الدنيا أوى حزب الأجانب. إلى الدنيا أوى حزب الأجاني وحسبوها جنا حلو المجاني. Va bilasizmi, u menga nima dedi? Yoqdimi deb so'radi. Albatta, bu hayratlanarli dedim. U mana shu she'rni yozgan oliyjanob inson Imom Mahdiyning o'zi edi, dedi. Ular MTA'ni ko'rishadi va ishonch hosil qilishadi. Urush zonasidamiz. Tasavvur ham qila olmaysiz. Bizda 24 soat elektr yo'q edi.
faqat quyosh panellaridan foydalanardik va 1-2 soat televizordan MTA'ni ko'ra olishimiz uchun batareyalarning butun kun zaryad olishini kutardik. Men o'sha vaqtda Ahmadiy emasdim. Ahmadiyat haqida uncha ko'p bilmasdim ham. Faqat sobiq hamkasbim menga aytganlarini bilardim. Dastlab bu juma xutbasining yozib olingan nusxasi edi. Va qalbimda shunday tuyg'u paydo bo'ldiki, men bu insonning yonida turgandek edim. Qandayligini bilmayman. Shunchaki bir taassurot, his edi. Qanday aytsangiz ham. Qalbimdagi bir narsa edi bu. Juma xutbasidan keyin bir nazm keldi. Ular nazmni qo'yishdi va men unda ilk bor va'da qilingan Masihning rasmini ko'rdim. حزنا عيونا من عيوني بما شاهدت فتنا كالدخان. Alloh menga bu yuzni, bu insonni bir oz oldin ham ko'rsatgan edi. Rasmini ko'rganimda avtomatik ravishda shu zahoti xayolimda chaqnab ketdi. Men 13 yoki 14 yoshimda ko'rgan tushimdagi tavof qilgan odam. Tushim xayolimda jonli ravishda qayta tiklandi. Shunda men borib Tafsir Ahlam ibn Sirin kitoblaridan bittasini ochdim va tavof qilib yurgan insonning ma'sumligini anglab yetdim. Va va'da qilingan Masihning rasmini ko'rib, men 13-14 yoshimda ko'rgan tushimdagi tavof qilgan inson bitta shaxs ekanini angladim. Bunday uzoq joyda, urush zonasida hech qanday aloqa yo'q, Wi-Fi yo'q, sahrodan boshqa hech narsa yo'q. Va shunday joyga Ahmadiyat keladi. Keyin u Ahmadiyat haqiqiy islom ekaniga 100% ishonch hosil qilganidan keyin menga qo'ng'iroq qildi. Dastlab u harbiyman, men sahrodaman, men qiziqaman demadi. Men juda xursand bo'ldim chunki o'sha vaqtda Marokashda Ahmadiylar ko'p emas edi. Kimdir bizga qo'ng'iroq qilsa, xursand bo'lardik. Shuning uchun uni ko'rishga quvondim. U oilasi bilan Marokashga keldi. Biz bilan namoz o'qidi. Men bu qandaydir tuzoq deb o'ylamadim, chunki u juda his-hayajonga berilgan edi. Biror kishi yuzdan haqiqatni so'zlasa, uning iymoni avval qalbiga kiradi. Shuning uchun u men bilan bog'landi. Harbiy politsiya esa qandaydir yo'l bilan bu suhbatdan xabardor bo'lib qoldi. Keyin u bilan aloqa yo'qolib ketdi. Men undan hech qanday darak olmadim, to politsiya men bilan bog'lanib, uning haqida surishtiruv o'tkazmaguncha. U harbiy ekanini bilasizmi deyishdi. Ha, bilaman dedim. Keyin Ahmadiyat haqida savollar boshladi. Ular pul masalasiga katta e'tibor qaratishdi. U sizga pul berdimi? Qancha marta, qancha deb so'rashdi, ya'ni chandani nazarda tutishardi. O'sha paytda doktor sohibning telefoni agentliklar nazorati ostida edi. Men uning harbiy ekanini birinchi marta eshitganimda, u jamoat bilan aloqada bo'lmasin dedim. Buni o'zida saqlab yurishni aytdim, lekin ular allaqachon bilib bo'lishgandi. Ular 3 askardan birini so'roq qilishdi va ogohlantirishdi. Ular aytishdi, qilayotgan ishingni to'xtat. Hech kim bilan bog'lanma, hech kim bilan aloqa qilmasliging haqida bu qog'ozga imzo qo'y va o'z joyingga qayt, tamom deyishdi. Bu uchovimiz uchun sarg'ish kartochkadek bir ogohlantirish edi. Yanada ehtiyot bo'lishimiz kerakligini bildirardi. Chunki ular bizga hech qanday rahm qilmasligini bilamiz. Ular bizdan ibrat qilishadi. Bu ayanchli haqiqat va biz buni albatta bilamiz. Qurollangan avtomatik qurollar va granatalar bilan jihozlangan hujumchilar Pokistondagi 2 masjidga bostirib kirgandi. Ular Lahurdagi Ahmadiy ozchilik jamoasi a'zolari juma namoziga yig'ilgan paytda hujum qilishdi. Muvofiqlashtirilgan hujumlar 80 kishining o'limiga va yana o'nlab kishilarning yaralanishiga sabab bo'ldi. Mening Ahmadiyat yo'lidagi burilish nuqtam bu Lahurdagi hujum bo'ldi. Men o'sha paytda Ahmadiy emas edim va bay'at bermagan edim. Ammo bu hujum menga shunday ta'sir qildiki, bunday qurbonlikni faqat ilohiy jamoatgina ko'rsata oladi deb angladim. Bu Xalifatul Masih orqali ifoda etilgan jamoatning pozitsiyasi. Ular qasos olmadilar, hammasini Alloh qo'liga topshirdilar. Men odatda keladigan minglab xatlardan ham ancha ko'prog'ini oldim va ularning barchasining mavzusi bir nuqta atrofida jamlangan edi. Lahurdagi shahidlarning buyuk shahodati munosabati bilan his-tuyg'ularni ifoda etish. Ularda qayg'u, og'riq va g'azab aks etgan edi. Ammo o'sha g'azabning o'zi keyingi jumladayoq sabr va duolarga aylanib ketardi. Dar haqiqat, bugun shahidlarimizning hatto tuprog'idan ham shunday bir xushbo'ylik taralmoqdaki, u fikr va onglarimizni muattar etmoqda. Ularning sobit qadamligi bizga qayta nido qilib, siz mahkam ushlagan sabr va sobit qadamlik libosini hech qachon qo'ldan chiqarmang demoqda. Albatta,
Alloh taolo o'z va'dalarini bajaruvchidir. Men ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarining yuzlamachiligini ko'rdim. Ko'p kanallar shunchaki Hodiyoniylarga, Mirzoiylarga bir ibodatxonada hujum bo'ldi deb aytdilar. Men buni adolatsizlik deb his qildim. Bu odamlar o'zlarini musulmon deb bilib, shu e'tiqod bilan halok bo'lishdi. Hech kimning ulardan bu unvonni yoki sharafni olib qo'yishga haqqi yo'q. Ular buning uchun jon berdilar. Ular buning masjid ekaniga ishonishardi va Alloh yo'lida hayotlarini berdilar. Ular la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasiga ishonardi. Buni ulardan hech kim tortib ola olmaydi. Bu shunchaki ibodatxonada edi deb. Shundan keyin Xalifatul Masih tomonidan ketma-ket xutbalar qilindi va u zot jamoat shahidlarining har biri haqida alohida gapirdilar. Huzur Aqdas bu insonlar haqida zikr qilgan sifat va fazilatlarni ko'rish mumkin. Shu kundan boshlab qalbimda men ham shu insonlar safiga mansub ekanimga ishondim. Men muhtaram huzurga maktub yozishga muvaffaq bo'ldim. Men u kishidan so'radim. Va'da qilingan Masih alayhisalomning yozuvlarini bir joyda o'qib qolgan edimki, agar siz 6 oy davomida chanda to'lamasangiz, siz Ahmadiy emassiz degan gap bor ekan. Men huzurdan javob oldim. Agar mamlakatingizda chanda to'lay olsangiz, to'lang. Agar imkon bo'lmasa, keyin biron bir Yevropa mamlakatiga chiqsangiz, to'lasangiz bo'ladi. Biz armiyadamiz. Ko'p qiyinchiliklardan o'tishni kutmoqdamiz va birdaniga Allohdan shunday belgi keladiki, bu kelajakda biz mamlakatdan chiqib ketishimiz mumkinligini anglatadi. Men buni o'zim uchun bir bashoratdek qabul qildim. Keyingi yili u 40 kunlik maxsus istixora namozlarini boshlaydi. Men istixorani boshlaganimdan beri tunni ko'tardim. Uxlashga yotish uchun va Allohning ishoratlari, alomatlari va tushlari ichida yashash uchun. Bu juda go'zal davr edi. Men hech kimman, lekin Alloh taolo menga nima qilayotganini, nimaga duch kelishimizni va oxirida nima bo'lishini ko'rsatib turardi. Men har kecha va'da qilingan Masih alayhisalom bilan edim. Men hozirgi xalifamizni ham ko'rdim. U bizning uyimizda edi va namozda imomlik qilayotgan edi. Namozni tugatgach, men shunchaki u kishining oldiga yugurib bordim va qo'llarini ushladim va musafaha qildim. Lekin musafaha shundayki, men qo'llarini ikki tomonidan ham o'pdim. Bu tushimda men bay'at qilajagimni his qildim, lekin men bu bay'at uchun to'lashim shart edi. Bu mening ishim, sha'nim. Men hayotimda ko'p sinovlarga duch kelaman, ammo bu oson bo'lmaydi. Lekin men omonda bo'laman. Bay'at qilganim uchun omonda bo'laman. حزب الأجاني وحسبوها جنن حلو المجاني فنشكو هاربين من البلايا إلى الله الحفيظ المستعان جرت حزنا عيونا من عيوني Harbiylar o'zlarining 3 ofitseri ruxsat etilmagan diniy tashkilotga qo'shilganini bilib qolishdi. Ulardan biri hammasini tan oldi va qamoqqa yuborildi. Leytenant Amin surishtiruv uchun olib ketildi. Tunda Alloh menga bir tush ko'rsatdi. Men unda bir oyatni o'qib turgan edim. Ular sizlarga ozor berishdan o'zga hech qanday zarar yetkaza olmaslar. Oli Imron surasining oyati edi. Shuning uchun ular hech narsa qila olmasligini bilardim. Nima bo'lsa ham hech qanday zarar bo'lmaydi. Faqat bir oz stress bo'ladi. Bir oz. Boshqa bir askar ham o'xshash Allohning qo'llab-quvvatlashining alomatlarini ko'rdi. Markazdan bir kishi uni surishtiruv qilish uchun keldi. U polkovnik yo shunga o'xshash bir odam edi. Bu inson va'da qilingan Masihga qarshi juda qo'pol edi. Yomon so'zlar ishlatdi. Reja shunaqa ediki, bu odam ham bitta mashinada ketishi kerak edi. Lekin reja o'zgardi va yuqori lavozimli ofitser alohida mashinada ketdi va u kishi yolg'iz ketdi. Endi shunday bo'ldiki, u yo'lda halokatga uchradi va vafot etdi. Bu hikoyani eshitgach, u yanada kuchliroq quvvatlanib ketdi, chunki Alloh taolo va'da qilingan Masihga bergan vahiyni esladi. Kim senga yordam berishni xohlasa, men ham unga yordam beraman. Va kimki seni xorlashga urinsa, men uni o'zini xor qilaman. U buni o'z ko'zi bilan ko'rdi. to staff. Harbiy politsiyaning generali
o'zi bizga tahdid qilib, sizlar qilgan ishlaringiz uchun qattiq jazolanasizlar va sizlardan ibrat qilinadi dedi. Ular bizni haqorat qilishga, g'ururimizni sindirishga urindilar. Bu shunchaki oddiy surishtiruv emasdi. Bu haqoratga o'xshash edi. Ular sizni shunchaki o'tkazib qo'yib, birov kelib siz bilan gaplashishini kuttiradilar. Ammo hech kim kelmaydi va sizni shunchaki shunday holda qoldiradilar. Ular go'yoki o'zligingizni sindirishga harakat qilishadi. Ular sizni shunchaki 24 soat davomida qoldirib ketishadi. Go'yo kimdir chaqirib siz bilan gaplashish uchun, ammo hech kim chaqirmaydi. Shunchaki o'sha yerda o'tirasiz. توستاف Shu orada leytenant Amin va uni Ahmadiyatga tanishtirgan katta ofitser bir xil tushlarni ko'rayotgan va Allohdan o'xshash alomatlarni ko'rayotgan edilar. Men tush ko'raman. Alloh menga tush ko'rsatadi. Xuddi o'sha tushni, xuddi o'sha tarzda. Biz qamoqqa kiramiz. Biz buni bilamiz. Birodar, bir xil tushni ko'ryapmiz-a, deyishardi. Ba'zan bunday bo'ladi deyman va ular ham ha, u menda ham ayni o'sha tushda shunday bo'lgan deyishardi. Alloh hatto bizga qamoqxonada turishimiz kerak bo'lgan odamlarning yuzlarini ko'rsatgan edi. Bu yordam, bu Allohning qo'llab-quvvatlashidir. Afsuski, odamlar bu narsalarni tushunmaydilar. Agar Alloh sizga qandaydir alomatlar bersa, bu faqat qalbingizni mustahkamlash uchundir. Alloh doimo biz bilan edi va men sizlar bilanman degan belgi berib turardi. توستاف Hukm chiqarish vaqti keldi. Siz atrofingizdagi hamma narsadan ayrilish yo'li boshida turibsiz. Ishingiz, jamg'armangiz, jamiyatdagi ismingiz, oiladagi obro'yingiz. Va agar Alloh biz bilan bo'lmaganida, biz bu yukni ko'tara olmasdik. Meni bir harbiy prokurorning ofisiga yuborishdi. O'sha janob men bilan ochiq bo'ldi va aytdiki, siz harbiy qoidani buzgansiz va jazolanasiz hamda harbiy qamoqqa yuborilasiz. Men shunchaki jim bo'lib qoldim. U armiyaga xoin sifatida qaraldi. Tasavvur qila olasizmi? Masalan, siz millioner yoki milliardersiz va birdaniga hech narsangiz va hech qanday resursingiz bo'lmay qolasiz. Jamiyatning cho'qqisidagi qirolning o'zi tayinlagan armiya ofitseridan qamoqdagi jinoyatchiga aylanasiz. Ahmadiyatning o'zi bu haqiqiy islom. To'g'risini aytganda, bu hech qanday yangilik emas. Biz Ahmadiy bo'lganimiz uchun 2 yilga qamoqqa tashlandik. Bu insondan kelgan mukofot. Endi ilohiy mukofotni kutishimiz kerak. Bu katta sharaf. Ularni qamoqqa tashlagan odamlar buni tushuna olmaydi. Biz aniq bilamizki, bu biz tanlagan yo'l va biz bu yo'lda jon beramiz. Xilofatga bo'lgan muhabbat va sadoqat ularning qalbiga juda chuqur joylashgan. Shu sababli Alloh ularni mustahkamlaydi va ular yanada kuchli ishonch, g'ayrat, shijoat va jasoratga ega bo'ladilar. Qamoqqa kelganida kapitan Amin boshqa bir Ahmadiy mahbusni ko'rdi. Ular eshikni ochdilar va u meni quchoqlab oldi. Ikkovimiz ham his-tuyg'ularga berilgan edik. Keyin unga ta'ziya bildirdim, chunki u qamoqda bo'lgan paytda onasi vafot etgan edi. توستاف Bu Alloh taoloning Masihi Maud alayhisalomning jamoatiga xos alohida fazli va ihsonidirki, u doimo har qanday qurbonlikka tayyor bo'lgan shunday fidoyi insonlarni ato etib kelmoqda. Hatto jamoatga yangi qo'shilganlar ham qurbonlik qilish lazzatini tatib ko'radilar. Bundan atigi 2 kun oldin Al-Fazlda bir arab Ahmadiyning bay'ati haqida bir voqea keltirildi. Unda aytilishicha, Ahmadiyatni qabul qilgani sababli otasi uni uydan haydab yuborgan. U qamoq va turli mashaqqatlarga duchor bo'lgan, ishidan bo'shatilgan. U armiyada xizmat qilar edi va u yerda harbiy sudga tortilishga hamda og'ir qiyinchiliklarga duch kelishiga to'g'ri kelgan. Onasi ham undan norozi bo'lib qolgan. Ammo shuncha sinov va qiyinchiliklarga qaramay, u o'z e'tiqodida sobit qadam qolgan. Onasi kasal edi va u qamoqda ekanida vafot etdi. U na onasini ko'ra oldi, na janozasiga bora oldi. Bu uni juda qattiq ranjitdi. U yerda turli jinoyatchilar bor edi. Qotillar, zo'ravonlar, o'g'rilar. Odamlar orasida janjallar bo'lib turardi. Ko'p voqealar bo'lardi. Hojatxona eshigi to'liq emasdi. Yarmi turardi xolos.
Agar kimdir o'tirsa, uning nima qilayotganini ko'rish mumkin edi. Xona sig'imi taxminan 32 kishi uchun edi. Men kirganimda o'sha yerda 52-chi edim va menga hojatxona oldida uxlashga to'g'ri kelardi. Albatta, u hamma narsadan ayrilgan edi, lekin u o'zini doimo yaxshi kayfiyatda ushlardi. Tushkunlikka tushmaslik uchun va bu yaxshi edi. Harbiy politsiya a'zolaridan ba'zilari bizga nisbatan iliq munosabatda edi. Biroz bo'lsa-da ularga ijobiy ta'sir qilgan ko'rinamiz. Ular sizlarga o'xshagan odamlarni ilk bor ko'rishimiz deyishardi. Nega bu yerda ekaningizni bilmaymiz. Sizlar bu yerda bo'lmasligingiz kerak, deyirdi. U har doim u yerda odamlar bilan muloqotda bo'lardi. Balki hatto qamoq ichida ham shunday bo'lganki, u qamoqda yetakchiga aylangan. U futbol o'ynashni yaxshi ko'rardi. Shuning uchun doimo futbol jamoasi bilan birga bo'lib g'olib chiqardi. Ayrim mahbuslar din haqida biz bilan bahslasha boshlashdi. U qamoqda-ku, nimani ham yo'qotardi. Shunday bo'lsa ham allaqachon qamoqda ekan. Menimcha, u da'vat qilishni qamoqda ham hech to'xtatmagan. U juda ko'p bahslar qilardi. Salafiylar bilan va qamoqdagi boshqa ko'plab odamlar bilan va doimo qandaydir tarzda g'olib bo'lardi, to biz bilan uchrashmaguncha. U biz bilan ham bahslashardi. Va subhanalloh, hozir u Ahmadiy, mashalloh. U qamoqdagi jazo muddatini o'tab bo'ldi. Alhamdulillah, hozir Ahmadiy. Marokash harbiy qamog'i ichida mahbus bo'lgan holda ham ular Ahmadiy mahbuslardan biri orqali xalifaning so'zlarini tinglashda davom etdilar. U bo'lajak kelini bilan aloqada bo'lib turardi. U bizga huzurning har haftalik xutbalarini yetkazib turardi. Shunda hafta davomida biz muhokama qilgan yoki bahs qilgan mavzularimizga javoblar qandaydir yo'l bilan Xalifatul Masih orqali bizga kelib turardi. Siz ko'rpa ostida bo'lishingiz kerak edi. Ha, aynan ko'rpa ostida bo'lib, o'zingizni uxlatayotgandek tutishingiz kerak edi. U esa imkoni boricha nima bo'lsa ham yodlab olishga harakat qilardi. Bu qamoqda biz uchun qolgan yagona aloqa yo'li shu edi. Jamoat haqida, huzurning xutbalari haqida xabar olib turishimiz uchun. Lekin bu odamlar o'z iymonini, xilofatga bo'lgan muhabbatini o'z maqsadlari va manfaatlaridan, armiya ichidagi o'z mavqelaridan ham ustunroq qo'yishdi. Qalblari muhabbatga to'lib, huzurga duo so'rab, maktub yuborishdi. Va u bo'lajak kelinini biz haqimizda biror narsa yozishga ko'ndirdi. Uchovimiz haqimizda. Va u huzurdan javob oldi. Huzur, Alloh bizga matonat bersin, biz uchun yo'llar ochsin deb duo qilganini yozdilar javoban. Huzurimiz Marokashning Milliy jamoat kengashi vakilini Londondagi Fazl masjidida uchratganlarida, qachonki Marokash haqida o'ylasam, men doimo o'sha 3 janobni eslayman. Ular uchun duo qilaman deganlar. Bu faqatgina Allohning pok barakasidandir va faqatgina Xalifatul Masihning duolari qabul bo'lishi bilanoq biz omon qola oldik. Ular uchun qamoqda vaqt to'xtab qoladi, ammo tashqarida hayot davom etaveradi. Singillarimdan biriga sovchilar keldi. U esa akam qamoqda bo'lgani uchun men turmushga chiqa olmayman dedi. Shunga qaramay, u turmushga chiqdi. Men uni majbur qildim. U meni kutmasin dedim. Menga bu yerda hali ko'p vaqt o'tkazishimga to'g'ri keladi. Bir muddat o'tgach, u boshqa qamoqqa ko'chiriladi. U yangi tug'ilgan taxminan 1 oylik chaqalog'i bilan meni ko'rgani keldi. Ana o'shanda men qamoqda vaqt o'tkazganimni sezdim. Men qamoqda turganimda singlim turmushga chiqqan, bola ko'rgan, men esa jiyanimni qo'limda ko'tarib turibman. Men his qildim. Men vaqtni his qildim va bu men yig'lagan yagona payt edi. Juda tushkun bo'ldim, lekin o'sha chaqaloqning tabassumi va menga bo'lgan yordami. Siz hech kim bilan gaplasha olmaysiz. Hissiyotingizni bo'lisha olmaysiz. Ojizligingizni ko'rsata olmaysiz. Qamoqda zaif bo'la olmaysiz. Hatto bu qiyin edi. Two stuff. من ذكر الجمال صبا. Bizdan oldin hech qanday sobiq harbiy mahbusga af berilmagan edi. O'zimizda ham bir tuyg'u paydo bo'la boshladi. Tez orada ozod etilaman deb his qildim. Marokash tarixida, qamoqlar tarixida birinchi marta harbiy odamlarga shunday af berilishi edi. Oxir-oqibat vijdon mahbuslari bo'lgan 3chalasi ham ozod qilindi, ammo endi boshqa bir qamoq ularni kutib turardi. Aslida qamoqdan chiqqaningizdan keyin jamiyat qamog'iga duch kelasiz. Katta qamoqqa.
Buni unutmang, ular unga sud qaydnomasi qo'yishgan edi. Shundan keyin uning yuqori malakali biron bir yaxshi ishga kirishishi imkonsiz bo'lib qoldi. U yaxshi maoshidan voz kechdi. U hamma narsadan Alloh taoloning roziligi uchun voz kechdi. Siz oilangizning ko'zida har kuni shu qayg'uni ko'rasiz. Ular sizga buni aytmaydi, lekin siz ularning ko'zlari orqali buni his qilasiz. Men undan hech qachon shikoyat eshitmadim. U shunchaki oddiy inson emas edi. U Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan hamkorlik qilib, Kodivarga, Kongoga ham borgan. Bunday harbiy xizmatlar tinchlik uchun bo'ladi. Agar men Ahmadiyatni qabul qilmaganimda, hozir polkovnik bo'lardim, xuddi kursdoshimdek. Agar Ahmadiyat hayotimga kirmaganida, Alloh saqlasin. Juda muhim inson edi u. Oson emas edi. Bu ular uchun oson bo'lmagan. Ha, yo'l og'ir bo'lgan. Bu yo'l uncha oson emasdi. Qamoq hech kim orzu qilmaydigan joy. Lekin alhamdulillah, Allohning fazli bilan Ahmadiyat mening hayotimga kirdi. Sizda bo'lgan har qanday ne'mat Allohdandir. Qanday qilib men ne'matni rad eta olaman? Men chiptamni bron qildim. Juda ham hayajondaman, bilasizmi? Huzurning ruhiy aurasi sizni uzoqdan ham o'ziga jalb qiladi, hatto boshqa mamlakatda bo'lsa ham. Lekin siz yo'lda ketyapsiz, safardasiz. Shunday bo'lsa ham o'zingizni qandaydir Allohning bir avliyo bandasini uchratayotganingizni his qilasiz. Xuddi otasini ishdan keyin uchratayotgan boladek. U kishi boshqa mamlakatda bo'lsa ham baribir ruhiy aurasini his qilasiz. Bu odamlar Ahmadiyatni qabul qiladilar va ular faqat bir narsani xohlaydilar, boshqa hech narsani emas. Bu Xalifatul Masihni ko'rishdir. Amin bu yerga oddiy viza bilan keldi va huzur bilan uchrashdi. Shunda huzur uni shu yerda qoldirishga qaror qildi. Huzur Muhammad Aminni masjidda ko'rdi albatta va keyin kabinetiga qaytgach, huzur xususiy kotibi Munir Jovidni chaqirdilar va Muhammad Aminni mening kabinetimga chaqiring dedilar. Shu bilan birga Ibrohim ham u bilan birga kelsin dedilar. Men xususiy kotib idorasidan qo'ng'iroq oldim. Bu Munir Jovid sohibning o'zi edi va u men bilan arabcha gaplashdi. U tayyor bo'l, shu kechasi muloqot bor dedi. Lekin bir norozi kishi bu qo'ng'iroqni eshitib qoldi. Qo'ng'iroq tugagach, u mendan nima bo'ldi deb so'radi. Men kechqurun muloqotga chaqirishdi dedim. U, "Voy, senga kechqurunga muloqot berildimi? Sen xorijdan kelgansan-ku, senga rasmiy muloqot berilishi kerak edi-ku" dedi. Holbuki u mening jamoatda hech qanday lavozimim yo'qligini bilardi. Nega menga unda qandaydir rasmiy muloqot berilishi kerak? Shu orqali u mening xayolimga men allaqachon kamsitish yoki boshqa nimadirning qurboniga aylanib qolganman degan fikrni soldi. U bilvosita jamoatning, faqat jamoatning emas, xalifaning ham obro'si bilan o'ynashga urindi. Va subhanalloh, bu mening Xalifatul Masih bilan ilk bor tajribam bo'ldi. Chunki men kechqurungi muloqotga kirganimda mening ismim oxirgi edi. Biz eshikni ochishimiz bilan huzur "Assalomu alaykum" deyish uchun o'rnidan turdilar. Men hayratdan lol bo'lib qoldim. Va u kishi birinchi so'z o'laroq "Tashvishlanma, men seni 5 kun avval masjidda ko'rgan edim. Hech kim sen uchun muloqot olmadi. Men o'zim seni ko'rishni istadim. Tashvishlanma, men seni yana va yana ko'raman" dedilar. U kishi allaqachon mening xayollarimni o'qib, ertalab xayolimda qoldirgan fikrlarni olib tashladilar. Men faqat huzurning qo'lini o'pdim va his qildimki, birdaniga yelkamdan olib, tek turg'izib meni quchoqladilar. Men uchun o'shanda dunyo shunchaki to'xtadi. Men Ahmadiy emasdim. Ahmadiyat haqida ham juda kam bilardim. Shunaqa uzoq joyda, urush zonasida hech qanday aloqa yo'q, Wi-Fi yo'q, shunchaki sahro va Ahmadiyat sizga keladi. Qalbimda shunday his bor edi. Men albatta ana shu insonning oldida turaman. Ko'z yoshlarim oqib tusha boshladi va huzur quloqimga ko'plab duolarni o'qidilar. Ularning ma'nosini tushunmasdim, esimda ham qolmagan. Men shunchaki o'zimdan chiqib ketgandek edim va bu quchoqdan men o'zimni shunchaki yo'qotdim. برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. I was not Ahmadi. Ular xuddi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam davrida yashagandek. Siz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ashoblarini bilasiz. Ular osonlik bilan jonlarini beradilar va bu vijdon mahbuslariga ham xuddi shu ishni qilish imkoni berilgan. Hamma narsasini qurbon qilishgan. Bilasizmi, kimdir e'tiqodi, iymoni uchun hamma narsadan voz kechsa, bu uning e'tiqodi hazil emasligini bildiradi. Men ham qabul qilganman.
Men tug'ma Ahmadiy emasman va men bu qadar sadoqat va qurbonlikni ilgari hech ko'rmaganman. Men buni tasavvur qila olmayman. Va shundan keyin huzur shunchaki 3 ta savol berdi. Armiya sizga biror bir pul qoldirdimi? Nafaqami? Yo'q, janob. Siz inglizcha bilasizmi? Hatto u kishining yuziga qaray olmaysiz. Qaragingiz kelsa ham. Keyin huzur, tashvishlanma, u inglizcha gapiradi dedilar. Huzur unga bu yerda qoling, men sizga bu yerda turmush qurishingiz uchun yordam beraman dedi. Keyin huzur menga qara va harakat qil, ammo kimdir topsang mening yonimga kelishing kerak, inshaalloh deganlarini eslayman. Men ham o'sha paytda anglardimki, bu insonda dunyoviy mulk hech ham ko'p bo'lmasligi mumkin, ammo mening Allohga bo'lgan kuchli iymonim bor ediki, kim uning yo'lida hamma narsasidan kechsa, Alloh uni hech qachon yolg'iz tashlab qo'ymaydi va voz kechgan narsalardan ham ulug'roq yo'llar bilan unga ko'proq rizq beradi. Keyingi muloqotida u maxsus bir lahzani boshdan kechirdi. Men shunchaki arabchada mo'min sohibga huzurga ayting, men u kishining urdu tilida nima deyayotganlarini tushunaman, dedim. Va bilasizmi, mo'min sohib meni so'zimni tarjima qilishga ulgurmay, huzur urdu tilida javob berdilar va men huzurning men ham sening nima deyotganingni tushunaman deganini angladim. Va mo'min sohib shunchaki o'rtamiz dedilar. Bu juda ham go'zal lahza bo'lgan edi. Bu oddiy emas, noodatiy bir narsa edi. Men qanday qilib urduchani tushunganimni bilmayman. Faqat shu muloqotda bo'ldi. Qani edi urduchani bilsam edi. Huzur uni Buyuk Britaniyada qoldirishni istayotganini shunday ko'rsangiz bo'lardi. Bu ko'rinib turardi. Huzur, sen endi bu yerdasan, sen og'ir kunlarni boshdan kechirding dedilar. Va huzurning mehri, huzur u haqda unutmadilar va unga juda katta mevali savat yubordilar. Men oddiy mevali savat demayapman, balki u juda kattasi edi. Balki 7, 10 yoki 20 kishiga yoki undan ham ko'proqga yetadigan darajada. عظيم شأنها بين البرية لا يكمل الرجال رزقنا فيك أفضالا سنية خلافتنا بمسرور فتية إشارة لمهدينا جلية. Ammo Xalifatul Masihning yordami va qo'llab-quvvatlashi bo'lmasa, men hozir bu yerda bo'lmasdim. Men sizlar bilan gaplashib turmasdim hozir. Bilasizmi, kimdir siz haqingizda o'ylaydi, duo qiladi, yo'l ko'rsatishga tayyor. Faqat so'rashingiz kerak va u siz uchun yo'l ko'rsatishga har doim tayyor. Bu narsa bizning jamoatimizdan tashqari boshqa hech qayerda yo'q. Agar hayotda muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsangiz, muqaddas Allohning bir vali zotiga xizmat qilishingiz kerak. Agar siz xilofatga mustahkam bog'lansangiz, Alloh hayotingizdagi qiyinchiliklarni yengish uchun sizga jasorat va kuch beradi. Endi huzur unga, men nikohingni e'lon qilaman va men o'zim sizlarning to'yingizni tashkil qilaman dedilar. Men yig'lab yubordim, chunki bu ne'matning og'irligini his qildim. Huzur yonimda edi va huzur buni sezdilar va u kishi muhitni shunchaki xotirjam va erkin qilishga harakat qildilar. Mavzuni o'zgartirib, savollar berib, diqqatimni boshqa yoqqa burib, meni bu holatdan chiqarish uchun. Men butun umrim davomida Amin bilan birga shunday his qilganmanki, huzur uning hayotida otasining o'rnini bajarib kelmoqda. Va birodarlardan biri she'r aytmoqchi bo'ldi va huzur, men she'r aytmoqchiman dedi. Unga huzur, nega mendan ruxsat so'rayapsan? Ruxsatni undan so'rashing kerak. Bu uning to'yi dedilar. Men juda uyalib ketdim. Hamma menga qarab turgan edi. Janob esa tik turardi. U she'rni boshlash uchun ruxsat olish kerak edi. Ha, mayli, bo'ladi dedim. Keyin janob she'rni aytdi. Men jamoat bilan 2017-yil dekabrda ishlay boshladim. Muloqotlardan birida rafiqam Amin uchun duo qiling. U ishga kirish imkoniyatiga ega bo'ldi dedi. Shunda huzur, ha, mumkin, lekin unga ruxsat kerak. U vaqfidir, ruxsatsiz tashqarida ishlay olmaydi dedilar. Huzur uni hayotida Ahmadiyat yo'lida qilgan qurbonliklari tufayli allaqachon vaqf zindagi deb hisoblagan edilar. Harbiylar uni lavozimdan mahrum qilganidan yillar o'tgach, huzur uning unvonini qayta tiklaydi va kapitanlikka ko'taradi. Biz, men, rafiqam va o'g'lim bilan muloqotga borganimizda, huzur o'rnidan turib, men sizlarni kutgan edim dedilar. Bu so'zlar biz uchun juda qadrli bo'ldi, chunki bu huzurning biz kelmasimizdan oldin ham biz haqimizda o'ylaganini ko'rsatdi. Agar biz huzurning xayolida bo'lgan bo'lsak, demak u kishi biz uchun duo ham qilib turgan. Men muloqot boshida huzurning muloqotlari ro'yxatiga qarab, Aminning ismi haqida izoh berganini eslayman.
Men o'yladimki, huzur menga nega sen kapitan Amin deb yozding dedilar. Men huzur yo'q, men buni yozganim yo'q. Hech narsa yozmaganman dedim. Huzur, tinchlan, sen va boshqalar ham muloqotlar ro'yxatida kapitan Amin deb yozishlari kerak. Xuddi bizda polkovnik Muborak bo'lsa, mayor Mahmud bo'lsa, xuddi shunday bizda kapitan Amin ham bor. Odamlar seni kapitan Amin deb chaqirish kerak dedilar. Men Huzurga qarab qoldim va u kishi mening yuzimdan hammasini o'qiyotgandek edilar va Huzur yana bir marta aytdilar. Odamlar sen kimligingni bilish kerak. Odamlar sening hikoyangni bilish kerak. Huzur, xo'pmi? Ha, kapitan Amin dedilar. Men xo'p Huzur dedim. O'sha lahzada go'yo undan tortib olingan unvonni Huzur uning o'ziga qaytarib bergandek bo'ldi. Bu uning Ahmadiyat yo'lida tark etgan haqiqiy ishidan ham afzalroq edi. Huzur tiniq aytdilarki, har safar jamoatda biror joyda yozish kerak bo'lsa, kapitan Amin deb imzo qo'yishing kerak dedilar va men shunday qilayapman. Bu mening kapitan unvoniga ko'tarilgan yilim edi. Surishtiruv yili. 2012-yilda men kapitanlikka ko'tarilgan edim. Ammo tekshiruvlar ostida bo'lganim sababli meni ro'yxatdan chiqarib tashlashgan edi. Va endi Xalifatul Masihning o'zi meni kapitan Sohib deb chaqiryapti. Ular Marokashdagi Ahmadiyat tarixida birinchi va muqaddas insonlardir. Ular qamoqni afzal ko'rdilar. Bunday sadoqat, bunday qurbonlikni tasavvur qilib bo'lmaydi. Ular Marokashdagi Ahmadiyat tarixida birinchi va yagona asrlardir. Ular qamoqni afzal ko'rdilar. Bunday sadoqat, bunday qurbonlikni tasavvur qilib bo'lmaydi. Alhamdulillah, iymoni uchun. Bu katta sharaf, bu juda katta sharaf.